Assalomu alaykum skuter obunachilari, skuter ishqibozlari. Bugun 29-aprel 2026-yil skuterlari narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bittama-bitta, xudo xolasa, o'zimizda har xil turdagi assortimentdan bor. Hozirda sizlarga bitta ikkita qilib terib olib qo'yilgan elektromosped deysizmi, mana bunaqa elektron velosipedlar deysizmi, har xil turlardan bor. Bizga obuna bo'lib, like bosib ketish esdan chiqmasin. Sizlar like bossalaring, ko'proq odam ko'radi, keyin boshqa joydan qimmatroq olib qo'ymaydi. Eng optim joylar mana korobka holatda deysizmi, mana korobchniy holatdami, har xil turda olib kelib qo'yganmiz. O'zimizga aloqaga chiqsalar ham pastdagi nomerlarga ishlayni chiroyli narxlarda bitirib beradi. Bemalol aloqaga chiqsalar mumkin. Endilikda hozirda hamma miniyotgan desa bo'ladi. 7 yoshdan 70 yoshgacha mino'raydigan cho'ntak modelimiz full varianti kelgan. Ko'rish mumkin. Qizil yozuvchilarda bo'ladi, kruz kontrollari bor, zadniy rejimlari bor. Katta skuterlarda bo'lgan funksiyalar kichkina skuterda bor. Qani 14 cho'ntak olib chiqib ham ko'rsataman bittasini. 14 cho'ntak ranglari xameleon, ko'k xameleon, yashil xameleon, qora ranglarda bor. Buni bittasini bunday olib chiqib ko'rsataman. Ko'rishlaring mumkin. O'ta baquvvat, hamma ko'pchilik mingan skuter. O'ta baquvvat qilib ishlangan. 14 razmeri 250 bo'ladi. 4 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bitta to'liq zaryad bilan 40-60 km masofani bosib o'tadi. Sharoitga qarab motorlari 450 vatt, 240 vatt qilingan, dokumentlari bor, prava talab etilmaydi. Orqasida kaskasi, jileti обязательно qo'shib beriladi. Ko'rishlaring mumkin. Orqada bir kishini, o'z bir kishini olib kelsangiz bo'ladi, maksimum 120 kilogacha yukni ko'taraveradi. Telefon postavkalari bor, telefonlar zaryad oladi. Mayda mana sport, drive, parkovka, zaminiy rejimlari bor. Endi sizlarga tez-tezda o'zini funksiyalarini, masalan, ahamiyatli joylarini aytib o'taman. Tablolari kasalligigacha aytib turadi, 48 volt kilometrlarni ko'rsatadi. Mana endi qarang, gazojkan bosib, kesib turib, bu tugmani bitta bosib qo'ysangiz, o'z xohlagan tezligingiz o'zi aylanaveradi. Bokovoy aynaklari bor, o'ta mustahkam, baquvvat qilib ishlangan, yoshlarga ham juda bob model bo'ladi. Atiga buni 3,5 million sotishayotgan bir paytda men sizlarga buni 3 million 200 ming so'mdan qo'yib beraman. Bemalol aloqaga chiqib ishlayni bitirsalaring bo'laveradi. Pastki nomerlarga full varianti 3,5 million so'm sotishyapti boshqa joyda. Men sizlarga buni optim narxda 3 million 200 ming so'm, xohlasangiz donaga, xohlasangiz urg'uchiga olishingiz mumkin. Xuddi shuni 16 razmerdagisini so'raganlarga 5 ta akkumulyatorli ko'rishlaring mumkin. Mana 5 ta akkumulyatorli kruz kontroller, buni ham zadniy rejimlari bor. Balonlari 16 ga 3.0 qilib ishlangan. Oldi jiddiy tormozli bo'ladi. 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Buni ham bitta to'liq zaryadi bilan 40-60 km masofani bosib o'tsangiz bo'laveradi. Buni ham orqasida kaskasi, jileti обязательно qo'shib beriladi. Motorlari 450 vatt, 500 vattli qilib ishlangan. O'ta baquvvat model, ranglari qora, ko'k xameleon ranglarida bor. Bunimizning narxini atiga 4 million 150 ming so'mdan chiqarib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narxlar vashchi bomba. Endi bundan ham furog'i, balonlar redline, qanaroq bo'lsin degan akalarimizga bun bilan buni funksiyalari bir xil. Balonida farqi bor xolos. Bunimizni ham narxini 3 million 200 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Endi 14 cho'ntakdan veloskuterlarga o'tamiz. Veloskuterimiz oq, balonlari 24 lik bo'ladi. 26 lik qilib ishlanadi. Diskalari piramida, 2 qavatli, spitsalari qalin, led faralari bor. Buni qarang, bokovoygacha bo'lingan tablolari. Pedal tepsangiz assistent bor, oyog'ida gaz qo'shadi. Akkumulyatorlar litium akkumulyator bilan jihozlangan. Putlari ham o'ta neobычный. Motorlari 250 vatt motor bilan jihozlangan. Orqada 7 ta skors bemalol harakatlansa bo'laveradi. Superlari o'ta mustahkam, chiroyli ishlangan. Qanotlari temir, orqa bagajniklari bor. 120 kilogacha yukni ko'taraveradi. Pedal tepsangiz gaz qo'shadi. O'ta baquvvat qilib ishlangan. Bunimizning narxini atiga skuter obunachilari uchun 300 dollardan chiqarib qo'ydik. Keyingi hammaga mashhur Fransiya qizil veloskuterimiz ko'rishlaring mumkin. O'ta neobычный, ranglarga vashchi gap bo'lishi mumkin emas. Amortizatorlari joyida ishlaydi, ishlab turgan sari ishlayveradi. Oldi tortadigan bo'ladi 250 vatt, orqasi ichkaridan o'zgaradigan 7 ta skors bilan jihozlangan. Shimano bo'ladi. Piramida 2 qavatli alyuminiy diskasi, qanotlari ham qattiq plastmassadan ishlangan, pakrushkalari ham o'ta baquvvat. 26 razmerda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Orqada litium akkumulyator, rangi qizil. AC Bake firmasiga tegishli. Xohlasangiz olib, xohlasangiz yerda o'zida
zaryad qil desangiz bo'ladi. Tablolarda hamma uni ko'rsatib turadi. Tabloda 5 ta skoroskda harakatlanadi. O'zida alohida 7 ta skorosk bilan jihozlangan bitta ishlaydi. Bunimizni narxini atiga 4.350 ming so'mdan chiqarib qo'ydik. Keyingi veloskuterlarimiz Buqaramada bo'ladi. Xuddi shunaqa bular ham litium akkumulyator, balon razmerlari faqat 28 qilib ishlangan. Oldi tortadi, ikkalasini ham 250 vatt motor bilan jihozlangan. Buni gaz ruchkalari bor. Ko'pchilik narigilarda gaz ruchkasi yo'q. Bularda gaz ruchkasi bor. Signallari ham o'zida, fonarlari ham o'zida ekan. Litium akkumulyator orqasida turadi. Buni ham original zavodskoy bo'ladi. Diskalari ham piramida 2 qavatli diska bilan ishlangan. Spitsalari qalin, ichkaridan Shimano bas bu stupma ekan. Vashti baquvvati ichkaridan o'zgaradi, ko'rishingiz mumkin. Shu baquvvat pedal tepsangiz bu ham gaz qo'shadi. Assistenti bor oyog'ida. Bunimizning narxini 4.400 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqsalaring, ishlarni chiroyli qilib bitirib berishadi. Qo'shtog'larimizga juda bob model hisoblanadi. Masjidga chiqqani, prava talab etilmaydi. Ham fizaryadga bo'ladi, ham yurgani, uzoqni yaqin qilgani zo'rmadi. Keyin kattaroq veloskuter so'rayotganlarga balandrog'idan 26 razmerda veloskuterimiz bor. Bonvi firmasiga tegishli. Orqasida tortadigan motori meniki bilan bir xil qilib ishlangan. Dinamotor bo'ladi. Orqa oldi kolodchni, telefon podstavkalari bor, power off signallari 3 ta stochka harakatlanadi. Akkumulyatorlar 2026 yangi qo'yib beriladi. Bunimizning narxini atiga obunachilar uchun 3.800 ming so'm, 3.700 ming so'mdan chiqarib beramiz. Keyingisi ham xuddi shunaqa, lekin akkumulyatori buniki litiumli bo'ladi. Akkumulyatori litium emas, buniki geliviy bo'ladi. 4 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Orqalari ochiladi. Mana orqalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi ham ochiladi, bu ham. Amortizatorlari qo'shilmazda ikkita vakuumli qilib qo'yilgan. Balon razmerlari 3.0. 26 ga 3.0. Spitsalari qalin. Amortizatorlarni o'ta baquvvat qilib ishlangan. Kolonkalari bor, led faralari bor. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Buni ham narxini 3.700 ming so'mdan qo'yib yubordik. Keyingi veloskuterimiz 20 razmerda saka diskali oldi jiddiy tormozli. Akkumulyatorlari 20 amperlikdan 5 ta joylashgan. Endi bu sizlarga to'liqroq ma'lumotini, yurishini, necha kilo ko'tarishini tez aytib o'tib ketaman. Skuterlarimiz ko'p, vaqtlarini olmayman. Iloji boricha telefon qilib to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin. Endi nomini aytsalaring, telefon qilib batla ham ko'pda telefon qilganlaringda bilmaydi. Ana skuterlaring desalaring, tushunishmaydi. Telefon qilasizlar, xuddi shunaqa 5 ta akkumulyatorli 20 amperli sidinasi uzun, Demash brendiga tegishli 8 diska, 20 li 8 diskaning narxi necha pul desiz? Yo'ni ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaring mumkin. Bunimizning narxini obunachilarim uchun 4.700 ming so'mdan chiqarib qo'ydik. Keyingi Demash firmasiga tegishli, bu ham xuddi shunaqa Hamilton, yashil Hamilton rangda 5 ta akkumulyatorli, bitta to'liq zaryad 40-60 km yuradi. Yuk ko'tarishlari 150 kg gacha yuk ko'taradi. Tezliklari maksimum 55, 50-55 tezlikda harakatlanadi. Dastavchilarimiz uchun ikkita akkumulyatorli Monster modelimiz, sayohatshunos dastavchi akalarimizga 60 volt 28 amperli akkumulyator Drongo brendiga tegishli. Orqasiga qo'yib oladi. Motorlari 1000 vattli orqa oldi jiddiy tormoz, amortizatorlari baquvvatidan 2 ta o'rnini bosadi. Ko'rishingiz mumkin, akkumulyatorlari bir oy hammasiga garantiya beriladi. Balon razmerlari 16 ga 3.0 qilib ishlangan ekan, 16 ga 3.0. O'ta baquvvat, yumshoq, ancha-muncha yamani bilintirmaydi. Oyoq patnoshkalari bor. Bilasizlar, Drongo ancha-muncha firmani sindiradi. Monster modellari o'ta baquvvat chiqqan. Monsterni menga bilgan biladi. Monster modelimizni 700-750 dollar sotilayotgan bir vaqtda biz aziz obunachilarimiz uchun 650 dollardan bemalol xarid qilib ketishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud, faqat kelishilgan holda. Agarda Telegramdan bog'lansalaring, Monster modeli haqida ma'lumot desalaring, rasmlarigacha, ma'lumotlargacha tashab beriladi. Keyingi modelimiz GT modelimiz 16 ga 3.0 pakrushka bilan jihozlangan, diskalari o'ta baquvvat, neobichniy qilib ishlangan, oldi jiddiy tormozli, orqasi original kolodchni, 60 volt 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan, bitta to'liq zaryadi bilan 40-60 km masofani bosib o'taveradi. Kaska jiletlar bor, yangilangan tabloda kelgan. Yuk ko'tarishlari 150 kg dan 160 kg gacha yuk ko'taraveradi. Bunimizning narxini atiga 4.700 ming so'mdan chiqarib beramiz. Keyingi modelimiz 4.650 ming so'm. Sizlarga 4.650 ming so'mga qo'yib yuboramiz. Keyingi modelimiz GD modelimiz. Xohlasangiz 6 tali, xohlasangiz 5 tali qilib beriladi. Demash brendiga tegishli 6 tali bo'lar ekan bu. Balonlari saka diskali va shu baquvvat oldi tormozli diskada. Saka diska ko'rishlaringiz mumkin, ranglari seriy rangda, amortizatorlar o'ta baquvvat, dugalari bor, oyoq patnoshkalari bor, motorlari 800 vatt.
240 Watt qilib belgilangan, prava talab etilmaydi. Xolos disk rejimlari bor. Bunda ham zadniy rejimlari bor. Hamma rejimi tablosi yangilangan. To'pda ham bemalol kaltda ham harakatlansangiz bo'laveradi. Ikkisini ham bemalol olib ketaveradi. 150-180 kg yuk ko'taraveradi. Baklari turburchi ancha-muncha xarajatga olib ketaveradi. Yig'ib qo'ygan ekan. Ichkariga bemalol ancha-muncha xarajat solib ketsangiz bo'laveradi. Kaskasi jilet obязательно bor, qo'shib beriladi. Baquvvatroq VL modelini so'raganlarga to'xtanglar. Buning narxini aytib o'tib ketmadim. Bunimizning narxini atiga obunachilar uchun $430 dan chiqazib beramiz. Bemalol pastdan nomer aloqa chiqsa, chiroyli qilib berishamiz. Ko'pchilik menga ham bu achki modelda, ammo diskalari ham o'ta neobishni qilib ishlangan, ko'rishlar mumkin. Uzoqda ham ko'rinishi aytganda ham shahar ichi juda ko'rkamlikni beradi. Baquvvatroq model istaganlarga bu modelimizni chiqazib qo'yganmiz. Vobshe baquvvatligi gap yo'q. Diskalari ham qizil diskada. Oldi 2 tormozli 16.3.0 VL model. Baquvvatligini qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Oyoq patnoshkalar bu. Murama bor-u, oxirgacha ketgan ekan. Bu 3 kishini ham bemalol olib ketaveradi. 3 kishi ham mingashgan videolarimiz ham bor Instagramda. Telefon postavkalari bor, telefonlar zaryad oladi, zanli rejimlari bor. Hamma rejimlar, funksiyalari bor, kruz kontrollari bor. Tablolari buniki ham yangilangan versiyada kelgan. Ko'rishlar mumkin. Taniyabishni. Orqasida 2 kishini olib ketsa bo'laveradi. Kaskazilari obязательно qo'shib beriladi. Motorlari 550 Watt. Baquvvat 500 Watt qilib ishlanadi. O'ta baquvvat 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bunimizning narxi atiga 5 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. Keyingi modelimiz Demash brendiga tegishli R3 modelimiz. Oldi tutganimiz orqasi organik olishni qilib ishlangan, ranglari seri 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan, bitta to'liq zaryadni 40-60 km yuradi. Yuk ko'tarishlari 150-160 kg gacha yuk ko'taraveradi. Tezliklari maksimum 60 tezlikda harakatlanadi. Buni ham zadniy rejim kruz kontrollari bor. Buningizning narxini atiga $420 dan xarid qilishlari mumkin. Keyingi GD modelimiz. Keyingi TK modelimiz. Hammaga mashhur, sidinasi uzun TK modelimiz. Taylari ham ochiladi. Orqasida ham xonalar bor, oldi aynalari bor. Ranglari ko'k, hamilyon, 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bitta to'liq zaryadi bilan 40 dan 70 km gacha masofani bosib o'taveradi. Nima desa bo'ladi? Sharoitga qarab, agarda og'ir yuklasa tepaga haydasangiz, kilometrga qarab tushaveradi. Start stop bilan jihozlangan. Bu orqa zarni yurish funksiyalari bor. Start stopni bitta pultni bosasizda, start stop tugmasi orqali bemalol yoqib ketsangiz bo'laveradi. Old aynaklari, zanli rejimlari, kruz kontrollari mavjud. Buni tagini ochsiz, tagiga 5-6 pastga pullayni sig'adi. Bemalol bo'shliqni kommentariyada to'ldirish mumkin. Qaysi skuter yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Mana orqa baklari ochig'ini ko'rsating. Buni ochasizda xarajatni so'rasizda zaryadchilari 70 kg, 20 ampere, kaskalari, jiletlari obязательно ichida qo'shib beriladi. Bunimizning narxini atiga 5.200.000 so'mdan chiqazib qo'ydik. Bemalol o'zimizda xarid qilishlari mumkin. Orqada yana har xil turdagi, sizlarga ko'rsatgan turdagi skuterlarimiz bor. Mana TK modelimiz, hozir ko'rsatgan TK modelimizni baloni ingichkarog'i. Bunimizning narxini 4.800.000 so'mdan xarid qilishlari mumkin. Mana ko'rishlari mumkin. Baloni ingichkaroq, sidinasi alohida ikkitalik bo'ladi. Balon faqat ingichkaroq bo'ladi. Xohlasangiz ko'k hamilyon, xohlasangiz qora ranglaridan bor. Keyingi GD modellarimiz 4.800.000 so'mdan. Achki modelimiz hammaga mashhur 5 ta akkumulyatorli achki modelimizda 4.700.000 so'm, 4.650.000 so'mdan qo'yib yubordik. Pastda farasi bo'lsin, GT modelimizni atiga 4.800.000 so'mdan qo'yib yuborganmiz. Aloqaga chiqsalar ishlarni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Zadniy yurmaydigan 16 cho'ntak modelimizni 5 ta akkumulyatorlisini 3.900.000 so'm, 4 ta akkumulyatorli qilib bering, kattaroq bo'lsin desalaring 3.600.000 so'm. Mayli 3.850.000 so'mga 3.550.000 so'mdan qo'yib yubordik. Bemalol telefon qilib ishlarni bitirishlari mumkin. Kattaroq skuter so'rayotgan akalarimizga Dugali modellarimiz kelgan, ko'rishlari mumkin. Hammaga mashhur Dugali DS modeli, ko'k, seri qora rangidan bor, ko'rishlari mumkin. O'ta baquvvat 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan, 50 km, 70 km gacha masofani bosaveradi, 200 kg gacha yukni ko'taraveradi. Orqada patnoshkalari bor, oldida dugalari bor, korpusi hammaga ancha-muncha sinishdan saqlaydi. Balonlari 16 ga balonlari 3.0 ga 10 qilib ishlangan. Seri rangi, qora rangi, tablolari ham yangilangan, taglari ochiladi, juda chuqur, kichkina emas. Baquvvat 6 ta 20 amperli akkumulyator.
Maksimum tezlik 60 tezlikda harakatlanadi. Tezlikda, ko'rkamlikda xush ko'rgan akalarimizga juda boq model hisoblanadi. Keyin 80-90 da yuraman akalarimizga Spintway brendidan 3000 wattli motori 3000 wattli skuterimiz bor. 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan ikkita qoldi. Qorasi seriyasi. Yurish tezligi 70-80 ga chiqadi, kilometr 70-80 kilometr yuraveradi. Orqa oldi jitkisto'rimiz. Hamma funksiyalari bor. Zadniy rejim deysam, hammasi bor. Tortishlarga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Buni o'z narxini $820 chiqarib qo'ydik. $800 qilib beramiz. Oxiri bunimizda Dugasso brendiga tegishli sariq rangli skuterimiz o'ta baquvvat neobishni qilib ishlangan. Atiga $600. Mayli, $580 dan qo'yib yubordik. Bemalol aloqaga chiqsalar, ishlarni chiroyli narxlarda bitirib berishadi. Buni ham funksiyalari o'ta baquvvat, tezliklariga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rkamligiga, bu rangini qarang, olovligini, NFC kartalari bor. Tablolari yangilangan versiyada, signallari ham neobishni, zadniy rejimlari bor, cruise kontrollari bor. Kinop kessa bo'ladi, 2 kilogacha yukni ko'taraveradi. Orqalari ham o'ta neobishni qilib ishlangan. Tormoz bossa yonadi. Ko'rishlar mumkin. Dugalari bor, ko'rishda himoyalaydigan. Buning narxi atiga $580 dan telefon qilsalaring, dastavkani kelishib chiroyli qilib berishadi. Yana bitta dugali modelimiz qolib ketibdi. Bu dugali modelimizni $600 dan ishlab mumkin. 6 ta 20 amperli akkumulyator, orqa oldi jitkisto'rimiz bilan tablosi yangilangan versiyada. Ham pultda ham kalta yuraveradi. Orqasi juda keng qilishning, kishini bemalol kessa bo'laveradi. Oyoq patnoshkalari bor, dugalari mavjud. Bu diskalari ham o'ta neobishni qilib ishlamoqda. Rasmlarni chiroyli qilib tashlab berishadi. Telegramda yozsalaring, chiroyli qilib rasmlargacha, ma'lumotlargacha aytib berishadi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. TK model so'raganlar, o'sha uzun sidinali 5,200,000 so'mdan, qora, ko'k, hamma har xil ranglardan bor. R3 da yangilangan versiyasi $450 dan. LED faralari bor. 6 ta akkumulyatorli, cruise kontrollari bor. Start stopda harakatlanadi. 180-150 kg yuk ko'taraveradi. Bu modelimizni 3,5 million so'mdan qo'yib yuborganmiz. 4 ta akkumulyatorli tank modelimiz o'ta baquvvat. Bashi moshli, signallarni ko'rishingiz mumkin. Telegramdan yozsalaring, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Bemalol narxni solishtirib yozaverasizlar. Aloqadamiz, pastda nomerlar qoldiramiz. Obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Ko'pchilik bizni kuzatyapti. Like bosmayapti, kuzatishib turib, obuna bo'lmay o'tib ketishyapti. Ko'pchilik qimmat boshqa joydan olib qo'yishyapti. Qancha ko'p like bosib, qancha ko'p tarqatsa, shu videoni arzon olishlikka ko'pchilik hissamiz tegadi. Qanaqa turdagi skuterlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, xohlasangiz deski deysizlarmi? Farqi yo'q, deski bolalarga deysizlarmi? Chiqazvorlar, O'zbekiston bilan dastavkamiz mavjud, faqat kelishilgan holda. 3 g'ildirali skuterlarimizni xudo xolasa ertangi yana alohida obzor qilamiz. 3 g'ildirali olib kirib, To'nta modelimizni 3,200,000 so'mdan qo'yib yubordik, ammo zadniy rejimi bor, full variantini hech kimda yo'q, mahallada bitta bo'lib yuradi. Keyingi velo skuterimiz $300 dan atiga $280 qo'yib beramiz. Mayli. 3,5 million so'mdan qo'yib beramiz. 3,5 million so'mdan bemalol xarid qilishlari mumkin. Bolalarga o'ta shahar ichi sportivniy model, bitta knopka orqali skuterimiz yuradi. O'ta neobishni bitta 3 ta skuterlar. 3 ta pedal tepsiz gaz qo'shadi, yuradi. Akkumulyatorlari mayda joylashgan. Motorlari orqada tortishiga bo'lishi mumkin emas. Buni minib ko'rganmiz. Tormozlar joyida ushlaydi. Shu baquvvat model. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Skuter quvvat sizlarga eng yaxshisini ulashadi. Sifatda adashmaymiz.